Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, men Mingli Fural. Prezidentimiz 5-mart kuni Milliy kengash yig'ilishida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Vazirlikda 125 ta xodimidan 117 tasini ishdan olishni buyurdi bosh vazirimizga. Nasib bo'lsa unga nima deydi? Yaxshi, ishonchli kadrlar kelar yoki yana korrupsion tizim kadrlari, boylarning bolalari joylashib yana 1-2 yilda korrupsiya botqog'iga botirmas. Mehnat kodeksi bilmadim, shu 117 tasini boshqa joyga ishga o'tkazadimi, yana hozirgi ishlab turgan lavozimdan teng lavozimga qo'yishingizni so'raymiz deb ariza yozsa har bittasi, tasavvur qiling, yana boshqa joyda o'shanda ishlaydi. Ishonamanki, ularni umuman sistemadan, umuman davlat sistema ishidan chiqarib yuboradi prezidentimiz. Yana bitta katta 4 yil oldin boshlangan ish yana o'sha narsa qo'zg'aldi prezidentimiz tomonidan. Nima deydi? Amaldorlarni daromad soliq holati bo'yicha deklaratsiya to'ldirish. Qancha daromad olyapsan? Bilmadim, endi korxona, boshqa narsa mutasassilarning o'g'liga, qiziga qilib, qalbaki hujjat qilib agar topshirmas, kamida o'sha yuqoridagi amaldorlarni yiqqan boyligidan daromad soliq holati bo'lsa, bitta rayonni nima deydi, mablag'i yig'ilsa kerak har bir oyga, oyma-oyga yig'atgan bo'lsa. Mana 4 yil oldin prezidentimiz buni boshlagandi, nimagadir o'sha imi-jimida yo'q bo'lib ketdi, hech kim so'ramadi. Mana endi yana prezidentimiz boshlayapti. Bu qillar yana imi-jimida yo'q emas. Ular ham soliq to'lasin, qo'r milliardlab pulni yig'ib, ustida milliy kiyimi yo'q, xalq terisiga somon tiqishni o'ylamay, odamlarni moshinani tortib olib qo'yib, kambag'allarni bir bolaga bir yerda ishlab kelgan pulni 80 million, 70 million radarda qarzing bor deb, yoki bir xalqqa soliq hisob, ishtirab hisob, kasa tovog'ini ko'tarib, taqir-tuqirlarni ko'tarib, majburiy ijro hammani ancha qiynayapti. Bor gap. Oldin biz yuqoridagilar mana 4 yildan beri to'lamayotgan daromad solig'ini to'lashni boshlasin ular. Ko'ramiz qancha milliard pul kiradi. Juda katta pul kirish kerak. Chunki agar qiziga, singlisiga, jiyaniga, qarindosh bilishiga firmalarni o'tkazib daromad solig'idan deklaratsiyaga kiritmay yana bu qochmasa, adashmasam korrupsion tizim kurash bo'limi Akmal Burxonov edi. O'shani o'zi balkim o'shani yaxshiroq nazorat qilar. Unga ham katta tanqid berdi prezidentimiz, noroziligini bildirdi. Bitta oilada 4 kishi yashayotgan bo'lsa, bolasi bo'lsa, ota-ona yashasa 6 kishi bo'ladimi? Agar o'shani ham ota-onasi bo'lsa 8 kishi. 8 kishida 8 xil fikr bo'ladi. O'shani uchun har bitta narsa uchun nima deydi? Asta-sekinlik bilan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha hamma birikmasa u qiyin masala. 8 kishida 8 fikr bo'ladi. Prezidentimizning o'zi 6 ta farmon, 12 ta yangi qarorlar boshqa vazirliklarga chiqarish, mahalliy kengashlarga topshiriq berdi. Qani bir to'g'ri qarorlar, farmonlar chiqaradimikan, yo qarindoshlarim qamalib ketmasin deb yana insonparvarlik bizda bor deb korrupsiyani oldini olib yana bir bema'ni qarorlar, farmonlarga imzolashga to'dalab prezidentga beramakan, mana shunday deb. Chunki hamma joyda o'zini qarindoshlari, tanish bilishlari ishlaydi. Ahmoq emas, xalq ham biladi, prezident ham biladi. Xalqni ahmoq qilmay daromad soliqlarini ochiqchasiga ko'rsatib, qani men qiziqyapman, qani kimlar birinchi bo'lib prezidentga taqdim qilar ekan? Mana men shuncha daromad soliq to'lashim kerak edi, to'lamayotgandim. Qo'rq xalq terisiga somon tiqib edi, qo'rq farmon, qarorlar chiqarib. Mana men birinchi to'lamoqchiman degan mardni men ko'rmoqchiman O'zbekistonda.
ko'ramiz. Nasib bo'lsa, qanday kimni qancha pul yoshirgani, qancha pul qilgani, korrupsion tizim kadrlari kelib urganib, bu aybdorlarni daromad solig'ini yig'ib olar. Kuzatib boringizlar. Sizlar Minglif Ural kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Faqat biz korrupsiya bo'yicha haqiqiy ma'lumotlar beramiz. Bizga hech qanday soxta, tanish bilishchilik, bu videongda, u videongda olib tashla degan yuqoridan hech qanday topshiriq bo'lsa biz uni olmaymiz. Biz hamma narsani oldikmi birdan chiqaramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunda ko'rishaylik.